Zamonaviy texnologiya va innovatsiyalar tez o'zgaradigan hozirgi davrda birinchi bo'lish juda muhim. Trendlarni kuzatib borish emas, aksincha, ularni yaratish davr talabi. Innovatsion guruhlarni tashkil etish o'zgarishlarning oldingi safida bo'lish imkonini beradi. Innovatsion guruhlar bu shunchaki mutaxassislar jamoasi emas. Bu bitta maqsad bilan birlashtirilgan turli ko'nikma va g'oyalarga ega professionallar jamoasi. Ular mavjud muammolarni hal qilish uchun yangicha, noodatiy yechim izlaydi. O'zbekistonda kelajak bugundan boshlanadi. Qadimiy an'analar va jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uyg'unligida mamlakatimiz hamda jahon kelajagini o'zgartira oladigan innovatsiyalar yaratiladi. Innovatsion guruhlar qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan ilmiy amaliy yechimlarga ega innovatsion loyihalarni ishlab chiqadi va amaliyotga tatbiq etadi. Ushbu guruhlar tarkibiga fermerlar, tadqiqotchilar, agrobiznes vakillari, tadbirkorlar, maslahatchilar va boshqa mas'ul tashkilotlar vakillari kiradi. Ular turli muammo va kamchiliklarni jamoaviy o'rganish natijasida qishloq xo'jaligida innovatsion yechim va yondashuvlardan iborat loyihalar ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorining yashil iqtisodiyotga inklyuziv o'tishini qo'llab-quvvatlash va iqlimga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi bilimlari va innovatsion tizimini rivojlantirish EU Agreen loyihasi doirasida Toshkent, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida agro-innovatsiyalarni sinovdan o'tkazuvchi va joriy etuvchi 18 ta innovatsion guruhlar tashkil etildi. Shu tariqa O'zbekiston Yevropa innovatsion hamkorlik konsepsiyasini Yevropa Ittifoqi tashqarisida amaliyotga joriy etayotgan birinchi mamlakat sifatida namoyon bo'lmoqda. Yevropa Ittifoqi tomonidan mollashtirilgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi qishloq xo'jaligi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan EU Agreen loyihasi doirasida bizning institutimiz va hamkor tashkilotlar tomonidan Oqqo'rg'on tumanida suv tanqis sharoiti aholi tomorqalarida muqobil energiyada ishlaydigan sug'orish tizimini joriy qilish bo'yicha tadqiqot ishlari amalga oshirildi. Mazkur loyiha doirasida tanlab olingan Oqqo'rg'on tumanida Qo'shtepa mahallasidagi 10 ta aholi tomorqalarida vertikal sug'orish qudug'i suvidan foydalanib muqobil energiyada ishlaydigan tomchilatib sug'orish tizimi joriy qilindi. Mazkur tomchilatib sug'orish tizimini umumiy joriy qilingan maydoni bu salkam 1 gektarga yaqin maydonda joriy qilindi va nima uchun mazkur loyiha doirasida mana shu obyekt tanlab olindi? Chunki tadqiqotlar davomida masalan hamkorlarimiz bilan kelishilgan holda o'sha fermerlar kengashi, keyin agroxizmatlar markazi, bundan tashqari o'sha tuman hokimligi bilan birgalikda o'sha obyekt tanlandi va mazkur obyektda prezident qarorlari ijrosi doirasida vertikal sug'orish qudug'ini qurish loyihalashtirilgan obyekt tanlangan va mazkur obyektda loyiha doirasida mazkur ishlar amalga oshirildi. Loyiha qanday natijalarga erishildi? Dastlab mazkur loyihani amalga oshirish jarayonida 10 ta aholi tomorqalarida o'sha vertikal sug'orish qudug'idan foydalanib tomchilatib sug'orish tizimining loyihasi ishlab chiqildi. Har bitta xonadonda o'sha ekin turlarini hisobga olib biz loyihani taqdim qilish jarayonida mazkur hududning tuprog'i, iqlimi bo'yicha birlamchi ma'lumotlarni tahlil qildik va suv ta'minoti bo'yicha ham so'nggi 5 yillik ma'lumotlar tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, aholi tomorqalarida yetishtirilayotgan asosiy qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil olishni ta'minlash bu suv bilan ta'minlanganlik darajasiga bevosita bog'liqligi ko'rsatildi. Shu jihatlarni hisobga olib biz loyihani taqdim qilishda ham muqobil energiyada ishlaydigan, ham vertikal yerosti vertikal quduqlardan suvdan foydalanib ishlaydigan tizimni joriy qilishni o'sha loyihani maqsadi sifatida
vazifa qilib qo'ygandik. Natijada loyiha doirasida 180 metr chuqurlikda sug'orish, vertikal sug'orish qudug'i loyihasi ishlab chiqildi, qurildi va foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari tomchilatib sug'orish innovatsion guruhi tomonidan o'sha 10 ta xonadonda tomchilatib sug'orish tizimini loyihasi ishlab chiqildi va montaj ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari 16.8 kilovat elektr energiya ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan quyosh panellari o'sha loyiha doirasida qurib foydalanishga topshirildi. Olingan natijalar, tadqiqotlar salkam 2 yil davomida amalga oshirildi. Dastlabki o'sha o'rganishlar, o'sha har bitta xonadonning tomorqadan olinayotgan daromadlari o'rganilganda, dastlabki yilda oldingi yillar ham o'sha tomorqa egalari bilan muloqotlar davomida biz tahlil qildik va olingan hosildorlik ko'rsatkichlari tahlil qilinganda asosiy o'sha yuqorida aytdim, suv bilan bog'liq masalalar bo'lganligi uchun aholi tomorqasidan olinayotgan daromadni bir cheklovchi faktor sifatida suv ta'minoti ko'rsatkichlari yaxshi emasligi, bu aholidan tomorqadan olinayotgan daromadni cheklaganligi aniqlandi. Men Ahmedov Erpolat Qodirovich mana shu mahallada istiqomat qilaman. Mana 3-uyda yashayman. 2023-yilgacha bizning tomorqalarimizda agrodda mana suv yo'q edi-da. Hamma tomon qurib yotardi. Daraxt ekish qiyin edi. Dehqonchilik qilishimiz juda muammo edi. Mana shu 2023-yili boshlangan bo'lsa, Qishloq va suv xo'jaligi vazirligidagi o'zimizdagi institut xodimlari UI Green loyihasi bo'yicha skvajina qovlab berdi. 180 metr skvajina qovladi. Skvajinani motorni chiqarish uchun mana 30 ta panel qo'ydi, quyosh panellari. Ishlayapti quyosh panellari. Quyosh panellari tarmoqqa ham ulangan, bunga ham ulangan. O'shandan keyin mana agrodlarimiz yaxshilandi, mevalarimiz, daraxtlarimizga suv keldi, agrodga suv keldi, mana ariqlarimizga suv oqyapti. Agrod dehqonchiligimizda ilk martalab hosil olishga imkoniyat yaratilyapti. Mana hozir yana fevralda boshlaymiz. Kartoshka, sabzi, piyoz boshlanyapti fevral oyida. Orqasidan mana yozning o'rtasiga yig'ib olsak, ikkinchi ekinni pavtorga ekilyapmizmi, kuzgacha yig'ib olyapmiz. Mana o'sha 2024-yilda buning natijasi ko'rdi. Hamma xo'jaliklarimiz hozircha mana 10 ta uy, 5 ta uy bu tomondan, 5 ta uy bu tomondan 10 ta uyga suv ketgan mana. Bu orqali hozir biz ham agrodlarimizni sug'oryapmiz, qarang. Xohlasak agrodlarimizni sug'oryapmiz. Xohlasak mana o'g'it solyapmiz-da, o'g'itlasak ham bo'ladi. Kraniklar orqali bemalol ochib yopib, navbat bilan sug'orsak ham bo'ladi, o'pshi sug'orsak ham bo'ladi. Suv mana yaxshi. Hamma xursand. Mahallamizda hozir bundan ortgan suv faqat bizda 10 ta xonadonga emas, yana ariqda oqib boryapti-da, nechta hamma mahallamizga yetyapti suv. Biz bilan tomchilatib sug'orish orqali biz sug'oryapmiz. 10 ta xonadon. Bizdan boshqa xonadonlar mana oqova suv orqali shunday oqib boryapti-da, bemalol agrodni sug'oryapti. UI Green loyihasidagi qatnashgan mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ham rahmat aytamiz. O'zbekiston Qishloq va suv xo'jaligi vazirligidagi domlalarimiz bor. Ular qancha mehnat qilishdi, shularning sa'y-harakatlari bilan ularga hammasiga rahmat aytamiz. Mahallamiz hammasi obod bo'lyapti. Hamma mahallalar. Hammaga rahmat aytamiz. Hammalaringga rahmat. Suvsiz qiynalayotgandik, ekinlarda sug'orishga ham suv yo'q edi. Mana hozir endi nasos o'rnatgandan keyin rosa yaxshi bo'lib qoldi. Ekinlarimizga ham oson bo'lib qoldi. Tomchilatib sug'orish rosa yaxshi ekan. 2-3 marta hosil oldik. Parnigam qildik, qulpunoy, rediska hamma narsamiz bor. Uzumlarimiz ham mana yaxshi bo'lib ko'karib ketdi. Mana shu suv orqasidan hamma mahalladagi qo'shnilar ham xursand. Ichsa ham bo'laveradi bu suvni. Umuman qumi ham yo'q ekan, rosa yaxshi ekan. Naryoqdagi katta suvimizdan ancha shirin ekan bu. Hamma shunaqa deyapti qo'ni-qo'shnilar. Bemalol bankalarimizni ham yopdik yozim bilan. Soklarimiz ham, kompotlarimizni ham yopdik. Mazasi rosa yaxshi ekan suvimizda. Chiqadigan napori ham kuchli ekan. Asfaltlar qo'yildi. Mana shu suvning orqasidan bitta mana shu suvni o'rnatganiga istilbalarimizga ham chiroq keldi.
rahmat hammalaringga. Suv yaxshi ekan. Ariqda umuman suv yo'q edi, qurg'oqchilikda qiynalayotgandik. Ekinlarimizni sug'orishga. Mana bahordan endi hademay kartoshkalarda ekamiz, mana shu suvni yana ochamiz-da, to'ldirib oqqizamiz agarotga. Tomchilanib o'zi namlanib ham turadi aytgancha agarotimiz. Loyiha davrasida mana shu 2024-yil davomida 23-yil yo 24-yil davomida aholi tomorqalarida o'sha hamkorlarimiz bilan bu hamkorlarimiz yuqorida aytdim, tuman hokimligi, fermerlar kengashi va ilmiy tadqiqot institutlari, bu qishloq xo'jaligi, o'sha bilim va innovatsiyalar markazi, AKIS va sabzavot poliz ekinlari kartoshkachilik ilmiy tadqiqot instituti hamda iskatdan jalb qilingan o'sha mutaxassislar tomonidan loyihani amalga oshirish ishlari amalga oshirildi. Bunda dastlabki yilning o'zida 2024-yilda ilgarigi oldingi yillarda aholidan bir marta aholi tomorqalaridan bir marta hosil olish ta'minlangan bo'lsa, biz loyihani amalga oshirilayotgan jarayonda har bir xonadondan bir vegetatsiya davrida 2 marta, ayrim xonadonlardan 3 marta hosil olish ta'minlandi. Natijada biz 1 sentner yoki 1 kilogramm mahsulot yetishtirishga sarflanayotgan suvimizning samaradorligi yuqori bo'lishi ta'minlandi. Bundan tashqari aholini o'sha hozirgi suv tejov texnologiyalarini joriy qilish va undan foydalanish, uni ekspluatatsiya qilish va uni montaj qilish, uni yig'ishtirish bo'yicha umuman har bitta jarayonni aholini o'zini o'sha tushuntirish ishlari amalga oshirdi va loyiha doirasida hamkorlar bilan tuman hokimligi bilan birgalikda 4 marta o'sha seminarlarni tashkil qildik. Bu seminarlar ham amaliy ham nazariy jihatdan amalga oshirildi. Natijada qamrab olingan o'sha aholi tomorqalarida hozirgi kunda qiziqish juda ham yuqori. Nima uchunki suv bilan ta'minlanganlik darajasi kafolatlangan. Bundan tashqari muqobil energiyada ishlayotgan tizim joriy qilinganligi sababiga bu qo'shimcha aholiga o'sha tizimni ekspluatatsiya qilish xarajatlarini qoplash uchun elektr energiyadan o'sha markaziy tarmoqqa uzatilayotgan elektr energiyadan o'sha subsidiya mablag'i ajratilish hisobiga ma'lum bir xarajatlarni qoplash yoki bir detallarni yana sotib olib foydalanish imkoniyati yaratilyapti. Hozirgi kunda aholi tomorqalarida yetishtirilayotgan o'sha umumiy mahsulotlarni ko'rsatkichi ham har bitta ekin turi bo'yicha 20-30, ayrim xonadonlarda 40-50% gacha ham qo'shimcha hosil yetishtirish imkoniyati ta'minlandi. Hozirda innovatsion guruhlar bajarilgan ishlarni sarhisob qilar ekan, tizimda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan yutuqlar to'g'risida keng jamoatchilikka yetkazishga faol harakat qilmoqda. Innovatsion guruhlar tomonidan qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash orqali erishilgan yutuqlar tizimida ilm-fan va tadqiqotlarni integratsiya qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Shubhasiz, innovatsiyalar iqlim o'zgarishi, global aholi sonining o'sishi, cheklangan tabiiy resurslar, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarurati kabi global muammolarga yechim topishga xizmat qiladi.